Amerikada Apalachi tog'larida kechqurungi soat 3 da pizza dostavkachisi o'zini manziliga yetib kelganida mana shunaqa kadrlar uni kutib oldi. Ko'rib turganinglardek, qanaqadir uy balkonida qari kampir sharpasi mikrovolnovkani yonida o'ynab raqsga tushayotgan edi, o'sha pizzachini kutib. Buni ko'rgan dostavkachi sirazi telefonini olib videoga olishni boshlagan, sababi bu hozir video просто 10 millionlab prosmotr yig'ib tashlagan internetda. Bu haqida kommentariyadagi odamlarning fikri juda ham har xil bo'lib ketdi. Ba'zilar aytishyapti, bu qanaqadir qari kampir o'ynayapti, o'zini razvekasi qilyapti deb. No, lekin ba'zilar aytishyapti, что bu erkak kishi faqat belida ozgina nuqsonlari bor. Lekin eng qo'rqinchlisi, ba'zi odamlar buni Apalachi tog'larining maxluqi yoki skinwalkerlarni yana boshlanishi deb taxmin qilishyapti. Lekin bunga bizani, o'zimizning fikrlarimiz qanaqa o'rtoqlar? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Juda ham qiziq buni eshitish. Men o'ylashimcha, bu oddiygina belida muammolari bor qanaqadir inson. Tan olaylik o'rtoqlar, hammamiz ovqat dastavka qilganimizdan keyin shunaqa xursand bo'lib o'ynashga tushishimiz mumkin-ku, to'g'rimi? Lekin bu yerda eng muhim joyi, hech qanaqa holatda bunaqa balkonda chiqib o'ynay ko'rmanglar. Sababi shunaqa pizzani dastavkachilar yoki boshqa dastavkachilar olib videoga qo'yib yuborsa, keyin reka chiqib ketishingiz mumkin. Har doimgidek keyingi videolarda ko'rishguncha